Yaxshiyam borsan. Muallif Shamsinur. Xo'p, siz ham o'zingizni ehtiyot qiling. U ketdi. Darvoza oldida toki mashinasi ko'rinmay qolguncha uni kuzatib turdim. Ichkariga necha kundan beri ilk bor xursand holda kirdim. Tuni bilan suhbatlashib chiqdik. Kelajak uchun orzular tuzdik. Ertasi kuni ham biz birga edik. Hoji Akbar mashinada ham qo'limni qo'yib yubormasdi. Men unga qaraganim sari qaytadan oshiq bo'laverardim. Mahliyo, bilasanmi nima? Nima? Senga qarasam, faqat sevgi to'la ko'zlarni ko'ryapman. Bu ko'zlarni har kuni ko'rish uchun bir ish qildim. Nima qildingiz? Dadam kechda uyingizga sovchilikka keladi. Yuragim hozir to'xtab qoladi. Endi to'xtatishga ruxsat yo'q. Seni endi topganimda bu nima degan gap? Uni so'zsiz quchdim. Judayam qattiq sevaman sizni. Hoji Akbar sochlarimdan siladi. Chindan ham Hoji Akbardan sovchi keldi. Avvaliga akam rad etdi, ammo ular ertasiga yana kelishdi. Bu gal oyim akamni ko'ndirdi. Unga barini yotig'i bilan tushuntiribdi. Endi men ham baxt osmonida uchardim. Hayotimda faqat u bor edi. Uni ko'zlarini ko'rish uchun oldiga oshiqardim. Biz judayam baxtli edik. Unashtirilgan kunimizdan boshlab har bir onimiz birga o'tardi. Bir-birimizga tikilib to'ymaymiz. Mahliyo, bunaqa yurish bo'lmaydi. Tezroq to'yni qilmasak, seni olib qochib ketishimga to'g'ri keladi. Oson qo'lga kiritilgan narsa qadrsiz bo'ladi. Darrov arazlab olaman. Akbar kuladi. Sen jinnisan. Baxtimizga ko'z tegmasidan uyimga olib ketsam deyman seni. Oyimni bag'rida ham yurib olay. 20 yil kamlik qildimi? Ikkimiz ham kulamiz. Oyim bilan har kuni bozorga boryapman. O'zimga kelinlik liboslari, zarur narsalarni olyapman. Onam menga qarab xursand. Ko'zlaringga kulgu qaytdi deya. Hoji Akbar qo'ng'iroq qildi. Allo. Bugun nikohni qayta ettirishga borishimiz kerak. Esingdan chiqmadimi? Yo'q. Tayyor bo'lib tur. Hozir boraman. Men sochimni avvalgi rangiga qaytargandim. Hali Hoji Akbar buni ko'rmabdi. Kelganda qani nima derkan? Tayyor bo'lib turdim. Ko'zguda baxtdan ko'zlari chaqnab turgan qizga termulib turibman. Telefonim jiringladi. Allo, chiqayapsanmi? Keldim. Hozir. Sumkamni qo'lga olgancha sevgilim tomon chopdim. Mashina old eshigini ochib o'tirdim. Assalomu alaykum. Hoji Akbar menga tikilib qoldi. Hatto salomimga alik olishni unutdi. Va alaykum. Ketdikmi? Mahliyo, o'zingmisan? Ha. Unga jilmayib qaradim. Menga bunaqa rang soch yoqishini aytmagandim shekilli senga. Aytmagansiz. Shunchaki sochim o'sib, tagidan asl rangi ko'rina boshlaganda o'z holiga qaytardim. Rosta, juda yarashibdi. Rahmat. Hoji Akbar har zamonda menga tikilib qarab qo'yardi. Biz mashinada jimgina ketardik. Jimligimiz ham shirin edi. Hoji Akbar har safar ko'zimga qaraganida yuragim xapqirar, ko'zimga yosh kelardi. Ammo bu safar baxt yoshlari edi. Nihoyat orzularimiz amalga oshayotganini anglash o'sha lahzada hamon hayrat va quvonch uyg'otardi. Biz FHDOga yetib bordik. Hamma narsa allaqachon tayyor. Biz imzo chekdik. Nikoh guvohnomamizni qo'limizga tutqazishdi. Men Hoji Akbarga qaradim. U esa ko'zlarini uzmay, yana o'sha mehr bilan jilmaydi. Endi rasmiy ravishda meniki bo'lding, dedi u asta qulog'im ostidan pichirlab. Allaqachon sizniki edim, dedim men ham pichirlab. Qo'limizni bir-birimiznikidan uzmay mashinaga qaytdik. U uyga qarab emas, yana sohil tomon haydadi. Bu yer bizning ilk uchrashuvlarimiz guvohi bo'lgan joy edi. Hoji Akbar mashinani to'xtatdi. Eshikni ochib, toza havo bilan birga mayin shamol kirib keldi. Esingdami? O'sha kuni ham sen yig'laganding, dedi u kulimsirab. Hozir esa yig'lamayman. Baxtliman, dedim. Hoji Akbar ortimga o'tdi. Qo'llari bilan ortimdan quchdi. Mahliyo, hayotimga kirib kelganing uchun rahmat. Seni topganimdan beri yuragim hamisha tinch. U kulib sochlarimni siladi. Sochimni ohista silarkan,
yuragimning urishini eshitib turgandek menga yanada yaqinroq egildi. Sening har bir nafas olishing mening baxtim, Mahliyo. Yaxshiyam borsiz, Hoji Akbar, dedim ohista. Shu gapdan so'ng u meni mahkam quchdi. Bu quchoqda nafaqat mehr, balki umrbod himoya, sadoqat va muhabbat bor edi. Keyingi kunlar ham shunday baxt bilan to'ldi. To'y tayyorgarliklari boshlandi. Har bir daqiqamiz bir-birimiz bilan quvonchli edi. Oyim ham, akam ham, hammalari rozi, hammalari xursand. Ularning ko'zlarida ham orzularim aks etib turardi. Hoji Akbar har kuni ertalab meni ko'rgani kelardi. Birgalikda gilamlar, idish-tovoqlar tanlardik. U har bir narsaga mening fikrimni so'rab qaror qilardi. Men uchun hammasi sening ko'nglingdagidek bo'lishi kerak, Mahliyo, derdi. Shunday damlarda his qilardim. Haqiqiy baxt shu. Biz birga yaratgan hayotimiz, birga qurayotgan uyimiz, birga orzu qilayotgan kelajagimiz bor. Va bu kelajak faqat nur, quvonch va muhabbatga to'la bo'lishi kerak. To'yimga atigi 28 kun qoldi. Bozordan sepimga olgan narsalarni o'ylab entikib ketyapman. Taksidaman. Negadir ko'nglim notinch. Shu payt biz tomonga qarab kelayotgan KAMAZni ko'rib esxonam chiqib ketdi. Oxirgi daqiqagacha KAMAZ haydovchisi tormozni bosib ulgurar dedim. Soniyalar ichra hammasi yo'qlikka qorishib ketdi. O'shanda men ketayotgan mashinani KAMAZ urib yubordi. Quloqlarim ostida qattiq chiyillash bilan birga temirning qarsillashi qoldi. Shu bilan bari tugadi. Ko'zimni oppoq xonada ochdim. Butun tanam qaqshab og'rirdi. Boshim lo'qillar, karaxt edim. Hamshiralar meni uyg'onganimni ko'rib, darhol vrachni chaqirib kelishdi. Yana tekshiruvlar, tanamdagi og'riq o'z zabtiga olardi. Meni qayta va qayta uxlatib qo'yishardi. Kechga yaqin oyim va akam kirib keldilar. Men bu vaqtda o'ta tushkun holatda edim. Shukr, ko'zingni ochding, bolam. Onam yuzlarimni silab yig'lardi. Oyi, Akbar kelmadimi? Oyim va akam jim qolishdi. Onamning ko'zlarida yana yosh sizib chiqdi. U meni o'pib, sochlarimni siladi, lekin javob bermadi. Akam ham yuzini boshqa tomonga burib ko'zlarini yashirdi. Yuragim gupillab ketdi. Bir daqiqa ichida tanam muzlab, yana o'sha notinchlik yuragimni bosib oldi. Oyijon, Hoji Akbarchi kelmadimi? Ovozim titrab chiqdi. Onam ko'z yoshlarini artdi. Akam yonimga yaqinlashib, qo'limni ushladi. Mahliyo, seni ko'rib quvonib turibmiz. Muhimi, sen tiriksan. Tirik qolganingga shukr qilaylik, dedi ohangida nimadir bor edi. Nimadir yashirin, og'riqli. Yo'q, men Hoji Akbarsiz tirik emasman. U keladimi? Qayerda u? Dedim chinqirib. Ko'zimga yosh quyilib, nafasim bo'g'ildi. Onamning yelkasi titradi. U oxiri kuchini yig'ib so'radi. Qizim, tinchlan. Nima demoqchisiz? Oyi, to'g'risini ayting, deya baqirib yubordim. Akam sekin bosh chayqadi. Mahliyo, uni endi unut. Yig'lab yubordim. Kunlar, soatlar sokin va og'ir o'tdi. Hayotimning eng yorqin kunlari bir lahzada qorong'ulikka aylanib qolganda. Endi hammasi boshqacha edi. Har tong uyg'ongan paytimda birdan esga tushardi. Endi yurmayman. Endi yugurib Hoji Akbarga quchog'imni ochib bora olmayman. Endi u ham kelmaydi. Bu haqiqatni qabul qilish azob edi. Hoji Akbar bilan qilgan orzularimiz bari sarobga aylandi. Men endi xayollardagina u bilan baxtli bo'la olardim. Uni xayolan yonimda ko'rardim. Oyim menga dalda berardi. Akam esa ko'zlarida afsus va aybdorlik bilan qarardi. Lekin ular ne qila olardi? Hammasi ortda qolgan. Orzularim chirigan barglar kabi sochilib ketganda. Rashk atalmish tuyg'u ko'ksimni yondirar. Endi men emas, Hoji Akbarga boshqa qiz munosibligini o'ylasam, tonggacha kiprik qoqmasdim. Onam yonimga kelib, sochimni muloyim silab, ohangida bir yumshoq dard bilan dedi. Qizim, inson ba'zan eng suygan narsasidan ayriladi. Lekin hayot to'xtamaydi. Ko'rib turibsan-ku, biz ham yoningdamiz. Sening uchun yashaymiz. Seni baxtli qilish uchun kurashamiz. Men unga qaradim. Ko'zlarimda yosh,
Yuragimda esa o'sha siniq hissiyot. Ammo bilardim, oyim to'g'ri aytayapti. Mening hayotim endi boshqacha. Lekin bu tugagan emas. Faqat yurish imkoniyatim yo'q. Ammo yashash, baxt topish imkonim bor. Noshukur bo'lmasligim kerak. O'zimni qo'lga olishga qancha urinmay bo'lmasdi. Osmondan juda katta tezlikda qulab tushgandim. Har kuni tun ko'rishim bilan yolg'izlikka mahkum bo'lardim. Shirin xotiralar meni azoblardi. Tunda ko'zimni yumib uyquga ketardim. Ertalab bari tush bo'lsa derdim. Ammo har tong yana gavdamni tik saqlay olmay, xayollarim barbod bo'lardi. Men bu kunni hech kimga ravo ko'rmasdim. Hojidan ba'zan xafa bo'lsam, ba'zan uni tushunardim. Shunday boy, ko'rkam yigit albatta allaqanday nogironga uylanmasdi. Diqqat markazida bo'lgan inson hammadan kulguga qolmasdi-ku albatta. Lekin eng yomoni, uni juda sog'inardim. Butun borlig'im-ku axir. Shu qadar sevardim. Undan nafratlanish ham mumkin emasdi. U bilan birga o'tgan kunlarimiz hayotimning eng baxtli kunlari edi. Ammo imkonsizman. Har kuni dardli qo'shiqlar hamrohim edi. Biz endi bir umrga ajraldik. Lekin bir bora mendan xabar olmaganing yuragimni parchalardi. Yomg'irlar tinmay yog'averar. Negadir seni ko'rgim kelar. Sog'indim yoningda bo'lgim kelar, hech bo'lmasa bir bor quchgim kelar. Sog'inaman, bermehr, sevish gunoh bo'lsa kechir. Nahotki yo'llarimiz ayro, qilgan orzularimiz vayron. O'tinaman. Qayt bir bor, yonimda qol so'nggi bor. Qara, ahvolimga, ko'zlarim yo'llaringga zor. Telbada yurak seni kutar, dardlarim birma-bir senga aytkim kelar. Sog'indim, sabrim tugab borar. Aytolmagan so'zlar nahot menla qolar. Eshik qarab kun sanashim ham foydasiz edi. Meni ahvolimdan xabar olishga kelganlarni achingan nigohlari menga og'ir botardi. Hech kimni ko'rgim kelmasdi. Hatto tuzuk ovqat ham yemasdim. Mahliyo, bunaqada o'zingizni oldirib qo'yasiz. Kelnoyi, o'sha hafta halokatda o'lib ketganim yaxshi edi. Nega ham tirik qoldim? Qarang, bir joydan qimirla olmayman. Shu ham yashashmi? Qanchalar baxtli edim men. Omonat ekan. Bir kunda sarobga aylandi. Hattoki u holim so'rab kelmadi ham. Uni qanchalar sevar edim. Cheksiz sevgi bilan sevardim. Bari tamom. Mahliyo, atrofingizdagilar sizdan battar qiynalyapti. Nahot ularga rahmingiz kelmasa? Men indamadim. Balki xudbindirman, ammo bu holatimni qabul qilishim qiyin bo'layotgandi. Bugun Shodiya keldi. Ishlari haqida aytib berdi. Kiyimlarimni unga tikishga bergandim. Barchasini olib keldi. Ammo endi ularni menga nima keragi bor? Shodiya, bekor olib kelibsan. Mahliyo, balki umid bordir, darrov taslim bo'lma. Imkoni yo'q. Bor bo'lsa doktorlar aytmasmidi? Men ham hojidan xafaman. Bir marta bo'lsa ham kelish kerak edi. Jim qoldim. Bu gapga o'zim ham javobni bilmasdim. Kunlar bir-biriga o'xshash, zerikarli va og'ir edi. Ba'zan tong bilan tunning farqini ham sezmay qolardim. Birgina farq qalbimdagi og'riq edi. O'sha og'riq bir soniya ham tark etmasdi. Har safar eshikka termulib, balki u kelar degan umid bilan yashardim. Ammo eshik sira ochilmasdi. Shodiya ketganidan keyin ham ko'nglim g'ash edi. Uning gaplari ko'nglimni bir lahzaga iliq qilgan bo'lsa-da, yuragim hali ham og'ir edi. Hojidan xafa bo'lishim kerakmi? Yoki unga achinishmi? Balki u ham qiynalayotgandir. Balki kelishga jur'ati yetmayotgandir deb o'ylardim. Ammo keyin o'zimga kelib, yo'q. Meni tark etdi. Mening baxtim unga kerak bo'lmay qoldi, derdim. Har kuni derazadan osmonga qarab yotardim. Oppoq bulutlar suzib yurardi. Shunda o'zimga bir savol berdim. Hali ham yashashga arziydigan narsalar yo'qmi? Oyim, akam, kelinoyim, ular hammasi men uchun qayg'urishyapti-ku.
Men ularning umidi, xayolim faqat Hoji Akbar atrofida aylanmasligi kerak-ku. Shu paytdan boshlab asta-sekin o'zgarishga qaror qildim. Kunlardan bir kuni Shodiya yana keldi. Mahliyo, bizni tikuv kursidan yangilik bor. Men o'ylab ko'rdim. Sen ham qatnashing mumkin. Onlayn o'qitishadi. Sen ham o'qisang bo'ladi. Men? Ha, sen. Bu senga yangi hayot bo'lishi mumkin. Tikuv mashinasini stol ustida turadigandan olsak, o'z ishingni boshlaysan. Balki o'sha hojini shu ishga chalg'ib unutarsan. Yura olmasang ham keyinchalik o'tira olasan-ku. Bir zum jim turdim. So'ng asta bosh irg'adim. Yaxshi. Qani, urinib ko'raylik. Shu kundan boshlab o'zim uchun yashay boshladim. Har bir tikishda, har bir ishda yuragim bor edi. O'zimga ishonchim ortdi. Yangi kiyimlar tikishga qiziqardim. Darslarni diqqat bilan tinglardim. Hech bo'lmasa uydagilarga kiyim tiksam derdim. Shodiya kunora kelardi. Bugun 25 kun bo'ldi avtohalokatga. 25 kundan beri Hoji Akbarni ko'rmadim. Mahliyo, Shodiya jim qoldi. Nima bo'ldi? Bir gap aytsam xafa bo'lmaysanmi? Tinchlikmi? Shodiya telefonni chiqarib menga uzatdi. Undagi yangilikni o'qib yig'lab yubordim. U uylanyaptimi? Shodiya bosh chayqadi. Bizni to'yimiz belgilangan kunda biz tanlagan to'yxonada uni to'yi bo'lar ekan. U meni sevmagan. Barcha narsani otib yig'lay boshladim. Yo'q! Shodiya bekor aytdim deb o'zini o'zi ayblardi. Meni quchib oldi. Kechir, meni kechir. Seni azoblansin deb aytmadim. Bari yolg'on-de, iltimos. Ko'z yoshlarim ko'zimni yuvardi. O'sha kun tunidan tongigacha yig'ladim. Uxlolmadim. Yostiqnam, yuragim esa quruq edi. Go'yo ichimda hamma narsa so'nib, kuyib ketganda. Oyim eshitib qolmasin deb ko'rpaga boshimni burkab, to'xtovsiz hansirar, ammo yutardim alamimni. Buni men ko'rishga loyiqmidim? Nega bu sinov menga berildi? Men nima gunoh qildim degan savollar qiynardi. Ertasi kuni ko'zguga qarab, anchadan beri ilk bor yuzimga termildim. Ko'zlarim shishgan, rangim oqarib ketgan, sochlarim taralmagan. Tanimdan emas, ichimdan yiqilgan edim men. Mahliyo, nahot to'kilib bitmading, dedim o'zimga. So'ng yodimga Shodiyaning gaplari tushdi. Balki o'sha hojini shu ishga chalg'ib unutarsan. Shu lahza ko'z yoshlarimni artdim. Yetar. O'z ovozimdan o'zim cho'chib tushdim. Ammo yuragimda qandaydir g'alati kuch paydo bo'lganda, endi faqat oldinga. Alamimni darsliklarni qayta-qayta ko'rib bostirishga urinardim, ammo foydasiz. Men tutgan qo'llarni o'zgasi tutadi. Meni o'rnimda endi o'zgasi uni quchadi. Bunga qanday chidayman? To'y kunigacha ahvolim xarob bo'ldi. Qancha urinmay undan nafratlana olmasdim. Har kuni birga tushgan suratlarimizga termulaman. O'sha kunlarga qaytishni istayman. Ammo buni umuman iloji yo'q. Oyim yonimga kirdi. Qizim, bilaman qiynalayapsan. Ammo taqdirga ko'nishdan boshqa chorang yo'q. Gapirmadim. Hozir gapirsam yig'lab yuboraman. Oyi, u ahvolimni bilib turib kelmadi. U keldi. Juda ko'p marta keldi. Ammo akang uni seni oldinga qo'ymadi. Men ham unga tushuntirdim. Agar uni ko'rsang battar azob chekarding. U ham sendan voz kechishni istamasdi. Bir umr senga rahmi kelganidan birga yashardi. Bu sevgi emas, rahm shafqat bo'lardi. Har kuni uni ko'zida o'zingga bo'lgan achinishni ko'rarding. Bir kuni yuzingga solsa, ana o'sha kuni o'ylarding. Biz seni bundan asrab qoldik. Men jim yotardim. Oyimning har bir so'zi yuragimda tirnoqdek qadalardi. Bu gaplarni eshitishni istamasdim, ammo eshitishga majbur edim. Demak, kelgan. Demak, meni ko'rishga uringan, ammo akam... Yuragim yana bir bor og'ridi. Rahm, faqat rahm uchun qilmoqchi bo'lgan sevgi emas. Shu fikr ko'zlarimga yosh olib keldi. Ammo bu safar ko'z yoshim boshqa edi. Yuragimdagi so'nggi umid ham o'chayotgandek edi. Oyim mening qo'limdan ushlab, peshonamga labini bosdi. Qizim,
Hayot davom etadi. Biz senga suyanamiz. O'zingni yig'ib olishing kerak. Seni o'zing uchun, biz uchun yashashing kerak. Uning ovozi titrardi. U ham azoblanayotganini sezardim, ammo menga kuch berish uchun o'zini mahkam tutardi. Agar u chindan sevganida boshqaga uylanmasdi. Shu kundan keyin yana tikish ishlarimga sho'ng'idim. Har bir chok, har bir mato meni boshqa dunyoga olib ketardi. Shodiya ham doim yonimda edi. Ba'zan kulgili voqealar aytib, kayfiyatimni ko'tarishga harakat qilardi. Akam ham yengil tortgandek ko'rinar. Ba'zan singlim, sen kuchlisan. Biz sen bilan faxrlanamiz, derdi. To'y kuni ham yetib keldi. O'sha kuni osmonda quyosh ham nurli emasdek tuyuldi. Ichimda bir bo'shliq bor edi. Soat 8da biz tanlagan to'yxonadan kuy-qo'shiqlar yangrayotgani eshitiladi. Endi u boshqa birovniki deb yuragimdan o'tkazdim. Ammo endi u begona. O'zimni qo'lga ola olmadim. Erta tongda uning sahifasida barchani to'yga aytgan hikoya qo'yildi. Keyin esa kuyovlik kiyimida rasmini qo'ydi. Bu menga shunchalar ham azob berdiki, ko'rmay desam ham o'zimni boshqara olmasdim. Mana, u yana hikoya joyladi. Unda borib sotuvchi bilan tortishib eng chiroyli gulni tanladi. Ko'zlari baxtdan porlab turibdi. U meni sevmagan. Mana, uylanayotganiga sira ham xafa emas. Yuragim to'xtab qolsa kerak. Ammo telefondan ko'z uzmay uning har bir hikoyasini tomosha qilyapman. Keyingi hikoyada o'sha hashamatli uyni chiroyli dizayn bilan bezatilgani qo'yildi. Har bir hikoya yuragimni nimtalab tashlardi. Keyingisida Hoji Akbar kuyov-navkar bilan kelinnikiga yo'l oldi. Qolganini ko'rishga bardoshim yetmadi. Yotgan joyimdan sudralib tushib, boshimni yerga qo'ygancha yig'lay boshladim. Yuragim cheksiz dard ichida qolgan. Men buni ko'tara olmayotgandim. Allohim, jonimni ol. Charchadim bu azoblardan. 1 soatdan ortiq shu ahvolda yotdim. Keyin hovlida shovqin eshitildi. Men unga quloq solishga qodir emasdim. Xonam eshigi ochildi. Men esa boshimni ko'tarib qaramadim ham. Mahliyo. Bu ovozni eshitib nafas olishni ham unutdim. Battar yig'lab yubordim. U oldimga keldi. Balki so'nggi bor kelgandir. Keting. Mahliyo, jonim. Keting. Alvido deyishga keldingizmi? Yoki kechirim so'raysizmi uylanayotganingiz uchun? Unga yosh to'la ko'zlarim bilan qaradim. Kuyovlik kiyimi juda yarashibdi. O'zingni qo'lga ol. Sizga baribir emasmi? Baribir emas. To'yi bo'ladigan qiz ham shunaqa yotadimi? Ustimdan kulmang. Keting. Hoji Akbar meni qo'llarida dast ko'tardi. Ancha yengillashibsan. Bilganimda 2-qavatdan xona hozirlatardim. Akbar, bunaqa hazil qilmang. Men tamom bo'lgan odamman. Jinni bo'libsan. Qani, kiringlar. Men lol edim. Bir zumda xona odamga to'ldi. Men tanlagan kelin ko'ylak, stilist, vizajistlar hammasi shu yerda edi. Akbar, nima bo'lyapti? Axir bugun to'yimiz. Shu ahvolda chiqasanmi? Men e'tiroz bildirma. Yo'qsa to'ysiz olib ketaman. To'yda o'tirib bersang bo'ldi. Uzoq davom etib seni toliqtirishlarga yo'l qo'yib bermayman. Onam eshikni yonida yig'lab turardi. Keyin bilsam Hoji Akbar akamni qarshiligiga qarshi bo'lsa ham bilganidan qolmay to'yni boshlagan. Bugungi kunni esa meni olib ketish bilan yakunlamoqchi. Hoji Akbarning dadasi hammasiga bosh-qosh bo'libdi. Onamni ham, akamni ham ko'ndirgan. 2 soatga qolmay men oppoq libosda malikalardek edim. O'sha oppoq libosda o'zimga ishonmasdim. Ko'zguga qarasam, bu men emasdek tuyulardi. Sochlarim turmaklangan, yuzimga yengil pardek bo'yoq surilgan, labimda tabassumga o'xshash nimadir paydo bo'lgan. Ammo yuragim hali ham qattiq urardi. Bu tushmi? O'ngmi? Ajrata olmasdim. Hoji Akbar esa yonimdan sira ketmasdi.
har bir harakatimni kuzatardi. Ba'zan ko'zimiz to'qnash kelsa, avvalgidek boqardi. Muhabbat achinish emas, faqat mehr va qat'iyat. U endi aniq qaror qilgan. Meni hech kimga bermaslikka ahd qilgan odamga o'xshardi. Tayyormisan? Dedi asta. Men bosh irg'adim. Yuragimda hamon shubha, hamon qo'rquv, ammo undan kuch olayotgandim. To'yxonaga yetib borganda hamma yoq bayramona bezatilgan, hamma yoq nurga to'la edi. Bu biz orzu qilgan kun edi. Faqat endi boshqacha. Endi men yura olmasdim ham. Ammo Hoji Akbar qo'limdan mahkam ushladi. Men asta uni qo'lidan tutdim. Shu on belimda og'riq bo'lsa ham o'rnimdan turib Hoji Akbarga suyandim. Ming og'riq bilan birgalikda qadam tashladim. Ya Alloh, men uddalayotgandim. Kuchli og'riqqa qaramay yurishga intilardim. Hech kimning ko'zida achinish yo'q. Faqat quvonch va duolar bor edi. Hoji Akbar, nega bunday qildingiz? Dedim oxiri o'zimni bosolmay. U jilmaydi. Chunki yaxshi ko'raman. Men sening yoningda bo'lishni istayman. Bu mening tanlovim. Agar seni berishmaganda ham olib ketardim. Chunki qonuniy rafiqamsan. Yuragim larzaga keldi. Ko'zlarimdan yana yosh oqdi. Ammo bu safar baxtdan edi. Balki hayot menga yana bir imkon bergani shudir. Hoji Akbar, men sizni sevaman, dedim nihoyat. U ko'zlarimga qarab, ohista peshonamga labini bosdi. Bilaman, Mahliyo. Men ham seni sevaman. To'y fayzli o'tardi. Hamma xursand, hamma shod. Men esa sevgilimga boqib to'ymasdim. Qo'llarimizni tutgan holda kursiga suyanib o'tirardik. Sen turishing shart emas. Ta'zim qilishga seni undashmaydi. Ko'zlarim yoshga to'ldi. Mahliyo, faqat yig'lama. Bo'yog'ing oqib ketadi. Tabassum qildim. Akbar, bu ko'ylak esingizdamidi? Egnimdagi ko'ylakni zafira vaqtim tanlagandim. Ha, esimda. Uni o'sha vaqt sotib oldim. Sen hatto kiyib ko'rsatmaganding ham. To'y tez tugadi. Meni uyimdagilar hatto tayyor emasdi. Men uchun kerakli narsalar hozirlanmagandi hattoki. Hoji Akbar esa bizni hayratda qoldirib, to'y tugashi bilan yangilik aytdi. Men Mahliyoni operatsiya qilgan shifokorlar bilan gaplashdim va aniqladim. Germaniyada mutaxassis professor bor ekan. Uni topib gaplashdim. Bu kechani o'zidayoq uchib ketamiz. Mahliyoni pasporti menda edi. Olish hech kimni xayoliga kelmagani qo'l keldi. Chiptalar buyurtirilgan. Duo qilsangiz bo'ldi. Onam yig'ladilar. Bu kun hammamiz yig'ladik. Qorong'u tundan keyin quyosh chiqishini bir necha marotaba Hoji Akbar menga isbotladi. Onam uzundan uzoq duo qildilar. Hoji Akbarni bir xodimi bilan ketadigan bo'ldik. Kiyinish xonasiga borib, meni oq ko'ylakdan xalos qilishdi. Qulayroq kiyim kiydirishdi. Keyin esa Hoji Akbar ko'targancha mashina tomon yurdi. Samolyotga ham ko'tarib olib chiqdi. Samolyotda ilk bor uchishim, qattiq hayajonlanardim. Ammo balandlik menga kuch bag'ishlardi. Juda xursand edim. Ham shar'iy, ham qonuniy erim meni quchoqlab olganda. Biznes klassda bir-birimizga tikilgan ko'yi uchardik. Seni shu o'tgan kunlar davomida juda sog'indim. Men esa sizdan ziyoda. Endi hech qachon ayrilmaymiz. Shu lahzalarda ko'nglimda umid va hayajon bir-biriga aralashib ketganda. Hoji Akbarning ko'zlarida esa qat'iyat va muhabbat charaqlardi. U meni hamisha qo'llab-quvvatlagan, meni hech qachon yolg'iz tashlab ketmagan edi. Endi esa oldimizda yangi yo'l, yangi imkoniyat ochilganda. Samolyot asta yuqoriga ko'tarilar ekan, quyosh nurlari bulutlarni yorib chiqayotganini ko'rdim. Bu aynan men orzu qilgan manzara edi. Qorong'ulikdan keyin kelgan yorug'lik, umidsizlikdan keyin qaytgan umid. Akbar, dedim sekin. Men baxtliman. U yana qo'limni mahkam ushlab olganda. Sen doim baxtli bo'lasan, jonim. Sen faqat baxt uchun yaratilgansan. Shu so'zlar bilan meni xotirjam qilardi. Oldimizda qanday sinovlar borligini bilmasdik.
lekin bir narsaga amin edim. Hoji Akbar bilan bo'lsam, hammasini yengaman. Germaniyada bizni Hoji Akbar aytgan professor kutib oldi. U mo'jazgina klinikada ishlardi. Hamma narsa zamonaviy va aniq edi. Rejalashtirilganidek. Tekshiruvlar, tahlillar boshlandi. Har kuni Hoji Akbar yonimda, menga dalda bo'lib turardi. Agar yomon hodisa bo'lsa nima qilaman? Ishon menga Mahliyo. Bu safar hammasi boshqacha bo'ladi, derdi u. Operatsiya kuni kelganida yuragim qattiq urar. Ammo qo'rqmasdim. Bilardim, bu yo'lning oxiri yorug'. Hoji Akbarning sevgisi menga kuch berardi. Narkoz ta'sirida uyquga ketganimga qadar u qo'llarimdan tutib turdi. Ko'zlarimni ochganimda oppoq shift va yorqin chiroqlar ko'zimga tashlandi. Birinchi bo'lib eshitgan ovozim esa Hoji Akbarniki bo'ldi. Mahliyo, men sen bilanman. Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'z yoshlarim sizib chiqdi. U endi quvonch yoshlari edi. Oradan haftalar o'tdi. Men endi o'zim yurishni o'rganayotgandim. Har bir qadamimda Hoji Akbar quvonch bilan qarshi olar. Meni har daqiqa rag'batlantirar edi. U xuddi yosh bolani endi yurishga o'rgatayotgandek qo'llarimdan ushlab yuritardi. Yaxshiyam borsiz, Hoji Akbar, derdim har kuni. U kulib, sochlarimdan ohista silardi. Sen ham yaxshiyam borsan, Mahliyo. Va biz birga yangi hayotimiz sari odimlab ketdik. Qorong'u tun ortda qolganda, endi faqat quyoshli kunlar kutardi bizni. Eng alamlisi, doktorlar katta pul evaziga meni butun umr yura olmasligimni bashorat qilgan. Bunga sabab umurtqa shikastlanishida juda ozchilik yurib keta olgani bo'lgan. Va albatta bundan manfaatdor Rayhon asosiy rolni o'ynagan. Baribir Hoji Akbar unga qiyo boqmagan. Uning fikri xayoli menda bo'lib, to'y harakatini to'xtatmay sabr qilgan. Menga doim aytadi: "Umring eng mazmunsiz, uzun o'tgan kunlari edi o'sha vaqtlar", deya. Bugun Hoji Akbar bilan yurtimizga qaytyapmiz. Menga hali ham ko'p yurish mumkin emas, lekin muhimi endi yura olaman. 3 oy Germaniyada yashadik. Boshida bir oy kasalxonada nazoratda turdim. Hamshiralar meni parvarishlab qarashdi. Bu vaqtda men joyimdan qimirlamasligim kerak edi. Hoji Akbar bir zum ham yonimdan ketmadi. Haqiqiy muhabbatni shunda ko'rgandim men. Inson qachon baxtli bo'ladi? Uni sevishsa, sevganda ham u sevgan odam sevsa, sen uchun dunyolarga qarshi chiqa oladigan kuchi bo'lsa, har qanday holatda ham seni tashlab ketmasa. Menga zulm qilganlarni Allohga havola qildim. Barchasini birgina so'z bilan o'zgartira olguvchi zotga hamd va sanolar bo'lsin. Necha bora umidlarim o'lganida Alloh menga kuch berdi. Shunchasini ortidan esa baxt bilan siyladi. Halovat topaman yoningda bo'lsam. Xayoling yolg'izlab qo'ymaydi har kun. Nonko'rlik qilaman agar aytmasam, rahmat hayotimda borliging uchun. Hoji Akbar bilan uyimizga kirib keldik. O'sha Hoji Akbarning koshona hovlisi. Xush kelibsan uyingga. Men uni quchib oldim. Barchasi uchun rahmat. Siz meni baxtlarga ko'mdingiz. Senga rahmat. Menga sevishni o'rgatding. Biz bir-birimizga muhabbat bilan boqardik. Bu kun bizniki edi. Shuncha sinovni yengib o'tgach, birgina xulosaga keldim. Barchasi Allohga oson. Faqat umid o'lmasin ekan. Chindan so'rayvering. U albatta beradi. Hammasi uchun rahmat Allohim. Muallif Shamsinur. E'tiboringiz uchun rahmat. Maroqli xorda qolgan bo'lsangiz, Shamsunuringizni duolaringizda eslang. Vaqtingizni zoya qilmagan bo'lsam bas.